siz qoramol boqsangiz, siz sog'liqli sigir boqadigan bo'lsangiz, siz parrandachilik bilan shug'ullansangiz, siz parrandachilikda go'sht, tuxum yo'nalishida ishlaydigan bo'lsangiz, hattoki baliqlarning ratsionini ham buni qo'shsangiz bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, soyali shirotimiz hozirgi kunda optimal oladigan bo'lsangiz, gassipol degan zararli modda bor. Dunyo bo'yicha eng yetakchi davlatlar soya ishlab chiqarish bo'yicha soyali shirot nerdan keladi? Nechun o'zlarimiz shirotdan yaxshi? O'zlarimiz shirot arzon-ku, qoramolchilikda go'sht sifati yaxshi bo'ladi. Mollaringizni ves olish yaxshi bo'ladi. Sutni tarkibini yaxshilaydi va miqdorini, ya'ni sut unumdorligini yaxshilab beradi. 47% protein saqlashi o'zinda. Belgilangan vesni soyali shirot qo'shilmagan fermadagi 42 kunda olgan bo'lsa, soyali shirot qo'shilgan yem tarkibi esa 40 kunda olgan. Ya'ni ves olishini ham 2 kun oldin surib bergan. Assalomu alaykum, Bakbak O'zbekiston kanali obunachilari. Bugun yana bir sizlar uchun foydali videorolik ishlayapmiz. Ya'ni bugun har safar ko'p so'ralib turgan, ko'p murojaatlar bo'lib turgan don bo'limindamiz. Bakbak parrandachilik markazini don bo'limindamiz va bugungi videolarda aynan sizlarga broiler yo'nalishidagi, tuxum yo'nalishidagi tovuqlar uchun va uyingizda boshqa parrandalar uchun beriladigan yemlarni narxlari va tarkiblari bilan ko'rsatib o'tamiz. Videoni ko'rasizlar oxirigacha. Xudo xolasa sizlar uchun foydali va kerakli video qilishga harakat qildik. Bizda Instagram va Telegram kanallarimizda ko'p so'raladigan savollar bor. Ya'ni broiler boqadiganlar, yangi boqib boshlaganlar, boqib yurganlarda yem bo'yicha ko'p savollar kelib tushadi. Nechik yem beriladi yoki nechik yemlar tayyorlanadi sizda degan savollar bo'ladi. Bugun shu savollaringizni hammasini to'liq javob berishga harakat qilamiz. Hozir esa bizning asosiy yo'nalishlarimizdan biri bo'lgan bu broiler yo'nalishidagi yemlarni ko'rsatib o'tamiz. Yanglar boshimiz shu yerdan. Demak, broiler yo'nalishidagi yemlar biza asosan Samarqanddan katta zavod bilan ishlaymiz. Ya'ni bu zavod Navobod naslli parranda, ya'ni NNP zavodini rasmiy hamkori hisoblanamiz va bu yemlarni bizadan broiler yo'nalishida juda boqadigan bo'lsangiz, cheklanmagan miqdorda olsangiz bo'ladi. Xo'p, yemlarga keladigan bo'lsak, bu yemlarni avval Instagram va Telegram kanallarimizda ko'p yoritib berganmiz. Ya'ni bu yemlar 3 turga bo'linadi. Siz broiler jo'jalarini boqadigan bo'lsangiz, jo'jalara 3 ga bo'lingan etapda beriladi. Ya'ni birinchisi start bo'ladi, ikkinchisi roast bo'ladi va uchinchisi finish bo'ladi. Bu nomlanishidan ham o'zi bilinib turibdi. Start boshlang'ich beriladi uni, roast o'rtada beriladi va finish bu siz jo'jangiz so'yilib tayyor bo'lincha oxirgi etapda beriladigan yemlar hisoblanadi. Bu yemlarimizdan bo'lim atib keyingi videolarimizda albatta to'liq ko'rsatib o'tamiz. Hozir esa don bo'limini umumiy ko'rsatamiz va sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytib berishga harakat qilamiz. Faqat broiler yo'nalishida emas, tuxum yo'nalishidagi tovuqchilar ham bizdan yemlarni olsa bo'ladi. Bu yemlarimiz F partiyada aytiladi, ya'ni bular F1, F2, F3, F4 va F5 gacha bo'lgan. Bularni berilish tartibi, bular har qaysisi bir oydan beriladi. Ya'ni siz ko'pchilik mesni deb aytadi. Mesni jo'jalari beriladi. O'zi buni berilish sabablari bor. Nechun tayyor kelami, zo'tasizlarmi, shuda tayyorlanami? Endi siz bizning videomizni toza ko'rib turgan bo'lsangiz, ma'lumot o'rnidan shuni aytib o'tishim kerak. Bu don mahsulotlari, ya'ni yemlar zavoddan tayyor holatda keladi. Avvalgidek ko'p mehnat talab qilmaydi. Buni pishirib, tiyini o't yoqib, buning jarayonlaridan o'tmaydi. Bular tayyor holatda bo'ladi. To'g'ri, sizni jo'jalaringizga berishga tayyor bo'ladi. Bundan tashqari esa siz bizadan jo'jalaringiz uchun kerak bo'ladigan, xo'jaligingizda parrandalar uchun kerak bo'ladigan boshqa ozuqalarni topsangiz bo'ladi. Bularni u. Demak, eng asosiy va eng keraklilaridan biri bu soyali shirot. O'zi bugungi videomiz ham eng asosiy qismi soyali shirot bo'ladi. Soyali shirotni o'zimizning mesni shirotlardan farqi hammasini tushuntirib beramiz. Chunki bu soyali shirotni bir marta video atib chiqarganmiz va undan keyin bizlarga ko'p savollar kelib tushgan. Soyali shirot nerdan keladi? Nechun o'zlarimiz shirotdan yaxshi? O'zlarimiz shirot arzon-ku degan narsalar, savollar ko'p bo'lgan. Kelinglar,
boshdan kelamizdan shu soyali shurotni sizlarga tushuntirib beramiz. Soyali shurotimizni hozir sizlarga xaltalanmagan variantini ko'rsatganim yaxshi, chunki sizda ko'rish ozgina tushuncha hosil bo'ladi. Agar buni eshitmagan bo'lsangiz, bilsangiz, sizga yana bir eslatma bo'ladi. Soyali shurotimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, yaqinroq. Tak. Soyali shurot shu ko'rinishda bo'ladi. O'zlarimizning shurotga o'xshab ketadi. Lekin buni o'zimizning shurotdan dim ko'p farqi bor. Yanglar, bundan oldin men sizlarga soyali shurot haqida umumiy ma'lumotlarni berib o'taman. Soyali shurot nechun aynan soyali shurot? O'zi neda ishlab chiqariladi? O'zbekistonda chiqmaymi yoki O'zbekistonda ishlab chiqariladimi? Dunyo bo'yicha eng yetakchi davlatlar soya ishlab chiqarish bo'yicha, ya'ni soyali shurot ishlab chiqarish bo'yicha birinchisi AQSh turadi, ikkinchisi Braziliya turadi, uchinchisi esa Argentina turadi. Dunyo bo'yicha soyali shurotni bizlarga kelgan partiyasi aynan Argentina davlatida ishlab chiqarilgan soyali shurot Baltik bo'yi mamlakatlari orqali to'g'ri O'zbekistonga kirib keladi. Xo'p, soyali shurotni endi men tasnifini aytib o'tadigan bo'lsam, buni eng asosiy kerak joylaridan biri bu 47% protein saqlashi o'zinda. Demak, bu soyali shurotni protein miqdori juda ham katta bo'ladi boshqa shurotlarga qaraganda. Nechun endi Argentinani keladigan bo'lsak, dunyodagi 3 ta yirik davlatni aytdim. Argentinani o'zi dunyoga 1 yilda 8-9 million tonna soyali shurot yetkazib beradi. Shundan qaysidir foizlari bizlarga kirib keladi. Buni tanlanishining asosiy sabablaridan biri, yana biri bu qayta ishlanadi. Soyali shurot yengil hazm bo'ladi. Bu qaysi yo'nalishda ishlasangiz ham, siz qoramol boqsangiz, siz sog'liqli sigir boqadigan bo'lsangiz, siz parrandachilik bilan shug'ullansangiz, siz parrandachilikda go'sht, tuxum yo'nalishida ishlaydigan bo'lsangiz, hattoki baliqlarning ratsionini ham buni qo'shsangiz bo'ladi. Video davomida yana sizlarga batafsilroq, kengroq kerakli ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu soyali shurotimiz asosan bizlarga naval holatda keladi, ya'ni xaltalanmagan holatda. O'zimizning sexlarimizda 50 kilogramdan xaltalanadi. Xaltalanib, og'zi tikilib, ya'ni sizga yetkazib berish uchun qulay qadoqqa o'tiriladi. Bu soyali shurotni tanlanishining yana bir asosiy sabablaridan biri bu qoramol va parrandachilik yo'nalishida tez hazm bo'lishi va uni tarkibidagi aminokislotalar aynan shu parrandachilik bilan qoramolchilikda mos to'yintirilganligi hisoblanadi. 47% saqlagandan keyin qoramolchilikda go'sht sifati yaxshi bo'ladi. Mollaringizni ves olish yaxshi bo'ladi. Sutga keladigan bo'lsak, sog'liqli sigir boqadigan bo'lsangiz, sutni tarkibini yaxshilaydi va miqdorini, ya'ni sut unumdorligini yaxshilab beradi. Mendachu aynan Baqbaq parrandachilik markazi dedim, lekin bu soyali shurot umumiy aytib turibman, faqatgina parrandachilikda emas. Siz echkichilik bo'lsin, qo'y boqsangiz ham farqi yo'q, hammasini qo'llasangiz bo'ladi. Bu soyali shurotning kelib kelishine yana bir sabablar bor. Bilasiz, jahon standartlari bo'yicha har bir sohada eksperiment o'tkaziladi. Bu tovuqchilik bo'lsin, bu qoramolchilik bo'lsin. Eksperiment navki hamma hozirgi kunda rasxodni azaytirib, tezroq vez oldirish, ko'proq tuxum qo'ydirish, yaxshi sut berish, ko'proq sut berish, unumdorlikni oshirish. Bilasiz, hozirgi kundagi raqobat kuchayib botir. Shuning uchun ham jahon standartlarına to'g'ri keladigan, jahon tajribasına to'g'ri keladigan soyali shurot O'zbekiston ham kirib keldi. Buni ko'pchilik biladi, ishlatadi ham, lekin buni biza shuni katta video atib chiqarmagan ekanmiz. Ko'p savollar tushib turgani uchun video atib chiqardik. Buni men AQShni aytib o'tdim, Braziliyani aytib o'tdim va Argentinani aytib o'tdim. Bundan boshqa davlatlar ham, Rossiya ham, Hindiston ham importyor hisoblanadi, yaxshigina eksport import qiladi. Xo'p, endi bu davlatlardan aynan shu soyali shurot qoramol va parrandachilik yo'nalishidan ko'p ishlatiladi. Ya'ni qoramollarda ves oldirish, yaxshi ves olish va go'shtning sifati bo'lishi. Endi kelinglar parrandachilikka qaytadigan bo'lsak, bu soyali shurotimiz navga ta'siri bor. Shuda bir savol keladi. Avval o'zimizda yana paxtadan olinadigan shurot bor, bilasizlar, sariq shurot. Shunga o'xshab ketadi, lekin bundan narxi arzonroq ham. Buni narxi menimcha
10.500 so'm edi, hozir arzonladi. Chunki bizlar bugun video olacakimizni aytdilar. Narxi tushdi dedi. Narxini ham xudo xolasa videoning oxirida narxlarni ham aytib o'tamiz. Xo'p, bu arg'iz shurotdan farqi bu sintez bo'lishi, tanada sintez bo'lishi yaxshi. Avvallari bu shurot bo'lmagan, to'g'ri, parrandachilikdan, broilerchilikdan tayyor yemlar bo'lmaganda yemlarni o'zlari zotib, tayyorlab, tarkibini proteinli mahsulotlarni qo'shib ishlatganlar. Agar siz bu soyali shurotni emas, boshqa yemni o'zingiz tayyorlab, uni balkim tabiiy o'zlarimizdagi mahalliy shurotni qo'shadigan bo'lsangiz, yomon oqibatlar olib kelishi mumkin. Foizlari bor. Hozirgi kundagi tavsiyalar 2,5-3,5% dan oshmasligi kerak degan miqdor bor. Oshib borsa 4%. Chunki u shurot tarkibida gassipol degan zararli modda bor. Bu modda ham hozir sizlarga tushuntirib beraman. Gassipol moddasi. Agar siz o'zingizni mahalliy shurotni qo'llaydigan bo'lsangiz, parrandachilikda nov bo'lishi mumkin. Nechik oqibatlar sizni kutib turibdi. Birinchisi bu gassipol moddani tushuntiring. Bu paxtani tarkibida bo'ladigan tabiiy o'zini zarar kurandalardan himoyalash uchun ishlab chiqariladigan modda hisoblanadi. Ya'ni tovuq, boshqa parrandachilik yo'nalishining hammasida zararli bo'lishi mumkin agar me'yordan o'tirib bersangiz. Me'yorni yana aytdim. Xo'p, biz shurotni necha yillab bo'ldi mollarimizga beramiz, qo'ylarimizga beramiz. Eshitsa bo'lmadi-ku, deyishingiz mumkin. Xo'p, bu savol ham o'rinli bo'ladi. Tovuq parrandalarni jigaridan ko'ra mol, qo'y, o'kiz bularni jigari hazm qilishi kuchliroq. Agar ular ham me'yordan oshirib beradigan bo'lsangiz, bu modda mollaringiz ham noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, hamma shurotda bo'ladimi? Deyishingiz mumkin. Bu ko'pincha paxtadan olingandan keyin qayta ishlanib, sintezlanmasa, tarkibidan shu modda chiqarib yuborilmasa bo'ladi. Qachon chiqariladi? Bu 100% quruqlikda yoyib qo'yib, issida qurutsa shurot, bu modda chiqib ketishi mumkin. Lekin agar bu to'liq bajarilmasa, chiqib ketmasligi mumkin. Men nechun bu o'zlarimizning shurotni taqqoslab berdim? Chunki soyali shurot degandan keyin hammada shunga o'xshagan savol paydo bo'lishi mumkin. Tabiiy. Shuning uchun men sizlarga buni birin-birin ochib berib turibman. Endi yana soyali shurotga qaytadigan bo'lsak, baliqchilik dedik, tovuqchilik dedik, mol, qoramol, echkichilik, qo'y dedik. Bularning hammasini o'zini foizlari bor. Ya'ni o'zini to'g'ri bermaysiz, berib turgan ozuqangizga yem bo'lsin, saman bo'lsin, po'choq bo'lsin, nov bo'lishidan qat'iy nazar mazolatish uchun shurot qo'shib berasiz. Foizlari bor. Masalan, 40%, 20%, 30%. Men Telegram kanalimizga o'tib ko'rsangizlar, foizlarini tashab qo'yaman. Hammasini ketma-ketlikda o'zingizga kerakli ma'lumotni girib foydalansangiz bo'ladi. O'zimizda shurotli haqiqatan yana kichkinagina ma'lumot aytib o'taman shu yerda. Bu yana gassipol degan moddani aytdim. Gassipol degan moddasi detoksifikatsiya qilinsagina chiqarib yuboriladi ekan. Agar bu ishlov berilmasa, bu modda chiqib ketmaydi. Qoramol va boshqa hayvonlar ham buni me'yorini ortiq berib beradigan bo'lsangiz, zaharlanish kuzatiladi. Ham bu soyali shurotni foizini 47% protein saqlaydi dedik. O'zimizning mahalliy shurot esa 28-30% gacha protein saqlaydi. Ba'zi bir partiyalarda 24-25% gacha tushishi mumkin. Buni tarkibindagi protein miqdori. Endi esa bu soyali shurotni yana eng ahamiyatli jihatlaridan birine keladigan bo'lsak, buni ishlatish kerak, olib berishimiz kerakmi? Nechalim qo'shishimiz kerak deyishingiz mumkin. To'g'ri, bular xaltalangan holatda bo'ladi. Bular aynan kim uchun? Bu men tayyor yem olmayman, o'zim yem zo'taman deydiganlar uchun qo'shimcha ozuqa, ya'ni foizini to'g'rilab qo'shasiz. Ikkinchisi, qoramol boqsangiz, echkichilik, qo'ychilikda uni ham yemini qo'shish uchun olasiz. Broiler yo'nalishida nishab beraman desangiz, bu bizani hozir videoni boshida ko'rsatib o'tirgan start, roast, finish yemlarini o'zi tarkibida bor. Tayyor. Ya'ni 28% dan 36% gacha tayyor qo'shilgan. Ya'ni startda, roastda, finishda o'zini foizlari bilan to'g'ri qo'shilgan. Ya'ni sizning jujangiz nechalim yeyishi kerak, nechalim berilishi kerak o'zi. Bu hammasi
texnik jihatdan ko'rib chiqilgan va tayyor qo'shilgan bo'ladi. Shuning uchun uyda juja boqadigan bo'lsangiz, ya'ni siz bilaman, uyingizda 30-40-100 dona tuxum uchun juja boqadigan bo'lsangiz, bozordan bug'doy olasiz, yem olasiz, balkim F partiya yem nomin uyingizdagi domashvejani berarsiz. Shunga ham qo'shadigan bo'lsangiz, tuxumni sifatli yaxshilanadi. Ya'ni tuxumingizni ko'proq beradi. Bundan tashqari po'stlaq ham qalin bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bu soyali shirotlarimizni sizga tavsiya etamiz. Batafsil ma'lumotlar uchun Telegram, Instagram va bizning aloqa raqamlarimiz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, soyali shirotimiz hozirgi kunda optimal oladigan bo'lsangiz 9300 so'mni tashkil qiladi. Ya'ni bir xaltada 50 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, bizning aloqa raqamlarimizga bog'lanib, buyurtma bersangiz, xodimlarimiz yetkazib beradilar. Boshqa yem oladigan bo'lsangiz ham yanına qo'shtirib bersangiz bo'ladi. Buni bizning klientlarimiz, bizning soyali shirotdan foydalanib yurganlar yaxshi biladi. Shuning sinov tariqasida ikki firmada test o'tkazilgan. Ya'ni broylera домашний yem zo'tilgandan yem berilgan, tarkibina soyali shirot qo'shilmagan. Keyin yana bir firmada soyali shirot qo'shib tajriba etib ko'rganlar. Demak, belgilangan vesni soyali shirot qo'shilmagan firmadagi 42 kunda olgan bo'lsa, soyali shirot qo'shilgan yem tarkibi esa 40 kunda olgan. Ya'ni ves olishini ham 2 kun oldina surib bergan. Ya'ni 2 kun yemingizni kamaydi degani. To'g'ri, shirotdan qimmatroq, lekin sizning natijangizni 2 barobar yaxshilab beradi. Agar bu shirotning o'rnina mahalliy shirot qo'shadigan bo'lsangiz, sizni go'shingiz, ya'ni tovuq go'shingiz sarg'ayibroq chiqadi va buni narxi bozorda arzon bo'ladi. Ariandan utaman narxdan deb banda o'tizib qo'ymang. Shuning uchun sizga Bakbak parandachilik markazi sinovdan o'tgan, to'g'ri, sizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni tavsiya qiladi. Soyali shirotlarimiz uchun bog'lansangiz bo'ladi. Hozir esa videomizni yakunlaymiz. Vaqtingizni ajratib ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Bundan keyin chiqqan videomizni silkasini qo'yib qo'yamiz. Ko'rmagan bo'lsangiz albatta o'tib ko'ring. Keyingi videolarda xudo xolasa start, roast, finish yemlarimiz bilan birgalikda F1, F2 larni hammasini tarkibi, qo'llanish usullari va narxlari bilan albatta sizlarga chiqarib beramiz. Hammangizga katta rahmat.